Assalomu alaykum akalar, ukalar. Mana xudo xolasa navbatdagi obyektimizni ham bitkazdik. Tunkaga tayyor holatiga olib keldik. Bu obyektimizga eni 17 metr, uzunligi 27 metr. Mana shu ko'rinishlarda bo'ldi. Arkali naves bo'ldi. Navesimiz ko'mirxonaga moslab berdik. Qurib, mana orqali prinsipini ko'tarib bemalol to'kib chiqaradi bu obyektimiz ichida. Balandligi yerdan sentri 10 metr bo'ldi. Mana prinsipi ham tegmaydi, bemalol kirib to'kib chiqaradi. Kimda shunaqa joylar bo'lsa, ekrandagi nomerlarga bemalol murojaat qilaverasizlar. Uy tomlari, mo'ykaxonalarning ustilari, katta zdaniya, zavod, fabrika ishlab chiqarish 24 metr, 25 metrgacha bez ustini yopib beraveramiz. Mana shu ko'rinishlarda. Narx-navolarga keladigan bo'lsa, 170 mingdan kvadrat 300 minggadir. Mana obyektimiz bitgan holat, tunga qatirilgan. Tashqaridan ko'rinish holatlari mana shu ko'rinishlarda bo'ladi. Nomerlarimiz 88 lik kodi bilan 978 7807. Xizmatlar O'zbekiston bo'ylab. Mana bu tashqaridan ko'rinish holatlari. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.